8 kilolik kirmoshlarimizni 205 dollarga, shunaqa katta bahaybat xolodilnik saybasay ko'rib olsalar 550 dollarga yetishga bilan panelimizni 150 dollarga beraveramiz. Xohlasa yangi do'konga ko'chib olamiz. Shuning uchun hamma narsani skidga qo'ymoqchimiz. Ya'ni ko'rib turgan har bitta tovarlar, ya'ni kirmoshinalar, xolodilniklar hammasi skidga narxda beraveramiz. O'zini tan narxida xudo xolasa olsanglar bo'ladi. Bularning hech qanaqa aybi yo'q, prosta vitrinada turgan bo'ladi. Unda ko'p ham turgan yo'q. Taxminan 2 oy, 3 oy turdi bu xolodilnik kirmoshina vitrinada. Prosta turgan, yangi upakovka, hammasining garantiyasi bor. Ko'rib turgan har tovarlarni hammasini internetga qo'yamiz, Telegram kanaliga qo'yamiz. Hammasining narxini o'zini tan narxida beraveramiz. Misol uchun shunaqa katta bahaybat xolodilnik saybasay ko'rib olsalar 550 dollarga tush xolodilnik olsanglar bo'ladi. Qaranglar kattaligini Beston firmasidan mana shu ikkasidan ko'rsanglar bo'ladi. 550 dollar tan narxi o'zini. Bizga bir so'm foyda kerak emas. Prosta do'konni yig'ishtirib olmaydi. O'zini narxida shunaqa berib yuboramiz. 8 kilolik kirmoshlarimizni 205 dollarga, ko'rib turgan naborlar, ya'ni vitishka bilan panelimizni 150 dollarga beraveramiz. Vitishka sensorli bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi. Sifati juda ham zo'r. Oxirgi modellardan bittasi bo'ladi. Temtech firmasidan. Panelimizda ham avtojarganiyasi bor, gaz kontroli bor, chugulli bo'ladi. Oddiysi emas. 150 dollarga ulgurib olib qo'yinglar. Buni soni bir dona faqat. Ko'rib turgan xolodilniklar ikkalasi ham 2600 da tanlab olsanglar bo'ladi. Uyga 180, eniga 70 bo'ladi. 455 dollarga tan o'zining narxiga bu xolodilnikni ham berib yuboramiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham bahaybat, maza qishlatsangiz bo'ladi. Liboy joy qiziqib ko'ringlar. Bunaqa narx faqat texnika obzorda bo'ladi. Sizlar uchun faqat soni bir dona shuni hisobga olinglar. 455 dollarga shuni olsanglar bo'ladi.